Mana do'stlar, sizlarga barchaga assalomu alaykum deb bugun do'stlar O'zbekistondagi eng shohonaviy zo'r darvozalarning oldiga kelganmiz. Namangan temir darvozalari bilasizlar do'stlar, O'zbekistonda eng nomer 1 mashhurlardan biri. Xuddi shunaqa do'stlar, darvoza yasaydigan Sobitxon aka, Bositxon akalarning oldiga kelganman. Ko'rib turgan darvozalarning hammasi o'zimizning obunachilar, vatandoshlarimizga tegishli do'stlar. Xorazm, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, Qoraqalpoq hamma obunachilarimizga bor do'stlar. Birinchi o'rinda videoda ko'rishdan oldin akalarim yaxshilab niyat qilib, inshaalloh eng qimmat, mana shu turgan eng qimmat darvozani qo'yishni niyat qildim deb bitta niyat qilib qo'ydilar do'stlar. Hamma narsa niyatga bog'liq va do'stlar like tugmachasi bor, shuni jo'natib qo'ydilar. Sababi odamlar bor-ku, qo'lida tayyor puli bo'lib turib darvoza qidirayotganlar bor. Ishonchli bo'lsin, sifatli bo'lsin ukajonim, ham o nevara-chevara evaramgacha xizmat qiladigani bo'lsin deganlarga ushbu darvoza yetib boradi. Sizlar bo'lsa do'stlar savobsiz tagida qolasizlar. Oddiygina like bosamiz, kommentariyaga yozib niyat qilib qo'yamiz do'stlar. Bo'lmasa biz hozir Sobitxon aka bilan birgalikda sizlarga narx-navosi, xizmatlari, qayerga o'rnatib beramiz do'stlar. Yana nima xizmatlarimiz bor? Hammasiga aniqlik kiritamiz jigarlar. Shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar, telefonni yon boshqasiga qo'yib turib, qora choy, ko'k choy, kompot, mojito, pepsilarni ochib turib do'stlar, videoni shunday oilaviy ko'rsanglar ham bo'laveradi. Sababi xalqqa foydali, manfaatli video. Ha, Sobitxon aka. Aka. Nima gap aka? Charchamadingizmi? Assalomu alaykum. Qanday? Tinchmisiz? Olyapsizmi aka? Rahmat, issiqlarda qiynalmang. Rahmat aka. Nima yangilik bor biz obunachilarga? Yangiliklarni hammasi bizda, xudo xolasa. Siz obunachilaringizga issiq demasdan, gap yo'q. Xudo xohlasa chiroyli qilib terdik. Mana omma birinchida aytib qo'yaylik, bozorda emasmiz, o'sha ishlab chiqarish sexda turibmiz. O'zlari birinchi qo'l do'stlar, shaxsan o'zlari yasaydi. Mana hozir ish qilayotgan joydan yo'q, formaman. Aka, formangizni nima qilasiz? Almashtirib, ustaligingizni bilsin odamlar. Shaxsan o'zlari do'stlar shogirdlar bilan birgalikda sizlarga yasab, yetkizib, o'rnatib, dastavkalari besplatniy do'stlar. Kraskalari hamma yo'q ichida. O'zbekiston 12 viloyati. 12 viloyati. Qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham telefon qilsa, networkga dastavkalarni qilib beramiz. Gap yo'q. Uстановkasini ham kelishuv asosida. Darvozaga qo'shimcha mana shohona kravatlarimiz, so'rlarimiz ham bor. Gap yo'q. Bular ham nalichida bor, 2,5 ga 3 razmirdagilari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, taxtalar bilan birgalikda olib berib, davlat dastavka qilib beramiz. Gap yo'q aka, qaysi darvozadan boshlaymiz aka? Qaysidan boshlaylik aka? Mashadan bir chekkadan ketaveramiz. Bo'laveradi aka. Akalarim, ko'rib turganlaridek darvozalarni ranglari eng hadavoylarini bu yerga vitrinaga qo'yishgan do'stlar. Agarda sizlar masalan xuddi shu ko'rinishdagi darvoza, lekin bardoy yoki da maloshniy menga qaymoq rang kerak bo'ladigan bo'lsa, ikkilanmasdan telefon qilaverasizlar do'stlar. Xohlasalar ola bular ham qilib beraveradi. To'g'rimi aka? Rangini qizig'i yo'q. Rangini qizig'i yo'q. Puliga ta'sir qilmaydi. Rangi o'zgargani bilan do'stlar puli o'zgarmaydi-ku, xuddi shuni singari. Bosaverasizlar. Tak, endi kamerani men o'zim olaman, sekin akalar sizlarga imkon qadar chotki qilib ko'rsataman. Aka, mana darvozani tushuntirib qo'ysak, hozir endi mana bu yer sal qo'l bo'lgana bu kecha endi bu havo sal. Siz ashada turib gapiravering, aka, men o'zim sekin ko'rsataman. Darvozamiz razmeri 3 metr eniga, balandligi 3 yillik bo'lgan. Ko'rinish high-tech fason, ruchnoy robotli darvozaga o'xshaydi, lekin shtampovkalik. Gap yo'q. Narxi arzon variantda. Islar nechi? 1-2 chiqadi. 1-2 chiqadi. 1-2, 6 ga to'rt ramka vibralarni qo'yganmiz. Ramkalar 10 ga 5, oyog'idagi shiverlar bo'lgan. Old-orqasi kraskasi bir xilla. Gap yo'q. Orqasini ham bitta Mahmudjon deganlarga. Mana do'stlar. Faqat oldiga mehr berilmaydi, orqalarga ham mehrlar berilgan. Tevalar skvoznoy holatda bo'lgan, xohlovchilarga ustilarini yopib ham beraveramiz. Talabga qarab. Splashnoy qilib, tekis qilib yopib berilaveradi. Bu endi mana shu kommentariyalarga yozishdi, narxlar sal qimmat ekan, bizga arzonroq variant, budjetliroq variantlar ham bormi deganlar uchun razmeri eniga 3 metr, balandligi 3 yillik. Tayyor razmer. Buni o'sha reklama uchun siz obunachilaringiz uchun qildik. Agar kimga razmer tushadigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, siraz ustanovkasini qilib beramiz. Narxi qancha buni? Kvadrati 600 ming so'mdan. 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming. 6 million 300 ming so'mga 12 ta viloyatga bir o'rnaydi O'zbekiston. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. $500 ekanda, bu yog'i. Shunday. Gap yo'q, hamma yo'q ichida. Hozir so'rasizlar, hozir do'stlar olib borib beraman. Kraskada Devo kraska, avtomobilni lak, avtomobilni gruntopkalar sepilgan. Issiqqa, yomg'irga, sovuqqa javob beradi. Hammasiga chidamli bo'ladi. Hammasiga do'stlar, chidamli ichida. Darvozani ko'ryapsiz, faqat oldiga mehr berilmagan, orqalarga mehr berilgan. Arzon bo'lib, arzon emas, bu ham xizmat qiladigan variantda bu ham. Gap yo'q aka.
Hop, endi bu yog'i ruchnoy roboti darvozalarga o'tdik. Aha. Endi bu arzonroq budjetli variant deganlar uchun buni ko'rsatib qo'ydim boshda. Hop. Bu yoqda bo'layotgan jarayonlarda ham bor bunaqa variantlar, boshqacha variantlar. Mana do'stlar, gap yo'q. Hop, ruchnoy roboti darvozamiz 2 qavatli mana. Xo'p. Namangan fason deymiz, nomini o'zimiz qo'yganmiz, gibrid fasonda bu. Darvozamiz razmeri 3 metrga 3 metr. Aha. Tevalar skvaznon holatda bo'lgan, klient talablariga qarab turib. Hop, ichkariga 15 sm kirgan aka, ichkariga 15 sm nerjevekada ishlab chiqqanmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bitta. Bu yoq 35 sm, devor ustiga chiqadi bular. Aha. Razmerimiz 3 metrga 3 metr bo'lsa, nalichkalari ham kvadratga kiradi. Oshiq-moshiqlari ham o'sha uchli soqqasi bor. Yengil ochilib yopiladi, xudo xolasa. Hop, darvozamizni razmeri nalichkalari bilan birgalikda eniga 4 metr, balandligi 355 bo'lgan. Aha. Materiallarga kelsak, tagida 1.8 bir qavatli, ikkinchi qavat cho'ttirli, mana vibralar bilan ishlaganmiz bu yerlarga ham 2 profillar. Buni ham kraskalar Devo kraska, avtomobilning lak, avtomobilning grunt topkarini sepganmiz. Gap yo'q. Xudo xohlasa kraskalarga ham chiroyli xizmat qiladigan holatda bo'lgan. Akalar bemalol ikkilanmasdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Joylari ham ponda temirdan bo'lgan. Birorta joyga bir anaqalar element yo bir yog'ochdan ishlanmagan. Hamma narsasi temir. Xizmatiga xudo xolasa behijolat. Behijolat. Kimga agar narxlari ma'qul keladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan. Kvadrat metri do'stlar. Xorazmga zakaz bo'lgan, o'zi mana shu holat tayyor bo'lishi 18 million 500 ming so'm. Gap yo'q. Bu yoq Andijondan, u yoq Qoraqalpoqgacha dastlab. Hozir bu Xorazmniki. Xorazmga bu. Bormi Xorazmliklar? Yozinglar kommentariyada do'stlar, men ham niyat qildim deb. Sizlarni ham uylarga olib borib o'rnatish nasib qilsin. Navbatdagisi ham do'stlar boshqalariga o'xshamaydigan. O'tgan galam chiqazdik mana. Ye. Ne chiqadi bu aka? 3 qavatli shumkali variant. Yo'q, do'stlar, qaranglar. Ko'rinishlar mana. Orqalarini qaranglar. Orqa. Faqat oldida emas, orqasi ham. Buni o'qam o'tmaydi ekanda aka. Do'stlar, orqalarini ham ko'ringlar, orqalari splash. Orqa ham splash no tix holatda bo'lgan. Taj darvoza ochilib yopilgani ham bilmayotganda aka. Darvoza yengil ochilib yopiladi, xudo xohlasa aka. Akalarim behijolat telefon qilib, murojaat qilib olib ketasizlar. Mana ochilishlar. Bu tashqariga ochiladigan qilib bergan ekan. Tashqariga ochiladi. Talab shunday. Sirdaryoga zakaz bu. Aha. Ko'rishingiz mumkin. Men tevalar 30 sm nalichka bo'lgan, ikkita yoni tevasi. Gap yo'q. Darvozaning o'zi bu holatda ochiladi. Mana yon qismi o'sha devor ustida nalichka hisobida turadi. Aha. Atmosferani yopishlik uchun. Tushunarli do'stlar. Chekkalarga ham nerjevekalar bilan ishlab chiroyli qilib qo'yganmiz. Hop, bir qavat 1.8 lik tagida, mana ikkinchi qavat lazerga bu yerlari. Hop, orqasida dabashni yana 3-qavat 1.8 liklisi bo'lgan. Mana lis qalinligini ham bir ko'rsatib qo'ysangiz aka. 1.8 pilisavoy, 1.8 o'zi emas. 1.8 pilisavoy deb bu. Gap so'z yo'q. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak aka, hop, eniga 4 balandligi 2.95 bo'lgan. Aha. Razmeri. Nerjevekalarni ham o'sha qalin variantda ishlatganmiz, 0.8 variant. Qora nerjeveka ishlatganmiz. Agar kimga nerjevekani oq rang yo tilla rang kerak bo'ladigan bo'lsa, uni almashtirib beramiz. Narxiga ta'siri yo'q. Gap yo'q. O'sha-moshiqlar 3 tadan bo'lgan. O'sha 3 ta soqqasi bor, mana kichkina qanotda ham 3 ta bo'lgan. Mana do'stlar. Ikkita stoyka oyog'ini tagi 12 li rossiyskiy shivellar. Mana o'rtasi bilan tevasi 12-8 lik profil bo'lgan. Ramkalarimiz 8 ga 4, ichi 6 ga 4, 2 ga 2, 1.5 bo'lib ponna qora material ishlagan. Tushunarli. Listlari, profillari hammasi qora materialda ishlagan. Qanday ishlaymiz degan savollarga bulut kashirlarni rasm video qilib tashab boramiz. O'tgan gal telefonda ko'rsatdim qanday qilib tashilishini. Ana shu holatda qilib tashab boriladi. Har bir bulut kashir. Aka, yana bitta narsa, ko'pchilik savol beryapti. Mana shiverlarni qo'yayotganda butun boshli shiverlar butun qo'yiladimi, uloq qo'yiladimi, shuni so'rang deyapti. Xo'p, ikkita stoykalar bor-ku, stoykasiga imkon qadar bezuloq qo'yamiz. Tushsa ham tagi tomoni bor-ku, oyog'ini tagi bitta uloq tushishi mumkin. Uni ham orqalardan plankalar bilan suvarkalar qilib mustahkam qilib qo'yamiz. Gap yo'q. Razmer katta bo'ladigan bo'lsa tushadi. Kichikroq razmer bo'lsa tushmaydi. Imkon qadar tushirmaslikka harakat qilamiz biz ham. Lekin bizatda mana stoykalar bezuloq holatda bo'ladi. Bu hozir qayerga ketyapti aka? 5 metr bo'lim, 6 metr bo'lim. Sirdaryoga zakaz. Sirdaryoga do'stlar ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. Shumkalarini ham do'stlar, nerjevikalarni ham o'zi ham moshni qilib
Rangiga patsiyat qilib 3 qavat variant o'zi mana shu holatda tayyor bo'lish 1.650 ming kvadrat. Aha, Ha, tushunarli. 2 qavat bo'ladigan bo'lsa 1.450 ming chiqadi. Gap yo'q. Hozir bu darvozamiz mana shu holatda ofish summa 27.400 ming shunaqa atrofida chiqqan. Kvadratini ko'paytirsa o'zi chiqadi. Mana ikkita stoykasi 30 santimetrdan chiqqan, tevi 30 santimetr nalichka. Aha. Iyniga to'g'ri balandligiga 295. Nalichkalar bilan qo'shtirib kvadrat bitta ko'paytirsa u summasi chiqib keladi. Razmer ham kichikroq. Bizga qanday bo'ladi deyishadigan bo'lsa, 3,5 metrgacha qanot ichidan bo'ladi. 3,5 metrdan kattasiga keyin отдельный qanot qilsa bo'ladi. Razmer kichiklashsa, summa ham kichiklashadi. O'sha qanotini ham xohlasa chap tomonga, xohlasa o'ng tomonga qilib beradi. Farqi yo'q uni. Xohlashgan tomonga qilib beramiz. Xohlasalar katta darvozadan tashqariga, kaltkasini ichkariga ochiladigan qilib beramiz. Gap yo'q jigarlar. Xohlasa tepalarini arkalitsa, arkaliga ham qilib beramiz. Arkaliga ham qilib beramiz, talabga qarab. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilinglar. Chotki qilib sizlar aytgandek talablarga qarab murojaat qilaverasizlar. 2024 yangi fason. Buni sizlardan keyin yorib yuboribsizlar aka. Rostdan mana yorib tashlabsizlar ama. Hali internet tarmoqlarida hamcha ko'p tarqab anaqa ham bo'lmagan, hali ko'p joyga o'rnamagan ham bu darvozadan. Gap yo'q. Keyin buni biz ham usulini qilib 2 qavatli shumkali variantda qildik buni ham. Gap yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Aka, bular endi nima profilmi bular? Profil ponna. 2 kli profilida ishlab chiqqanmiz. Bunga ham o'sha ozgina energiya vekilida ishlaganmiz. Vid berishlik uchun. Mana do'stlar. Xo'p. 12 li rossiyskiy shivellar, 8 ga to'g'ri ramka, ponna mana 2 ga 2 la profillar. Tagi 1.8 li bir qavat, orqada ham dabashli bir qavat 1.8. Ponna utiplinli shumkali variant. Bu ham 2 qavat bo'lyapti, shu to'g'ri? 2 qavat. 2 qavat. Bir qavat qilsa ham bo'ladi. Orqasi o'sha ozgina ichkari kirgan bo'ladi. Lekin bu talabga qarab 2 qavatli shumkali variantda bo'ladi. Gap yo'q do'stlar. Ruchkalarga ham отдельный e'tibor bersa bir yaxshi bo'ladi. Mana e'tiborlar boshqacha berilgan. Bu ana uchlar tillarang, bu yoqlar qor energiya vekilida ishlaganmiz. Tevalar skvoznoy holatda havo aylanadigan bo'lgan. Ularga ham energiya vekilida ishlov berganmiz. Gap yo'q. Bu qayerga ketyapti aka? Bu Quvaga, Farg'ona Quvaga. Voy, malades. Quvalik akalarimga qulluq bo'lsa. Darvoza ham lekin ancha katta ekan aka. Darvozamiz razmeri eniga 5 metr. Yo'q-mayo. Eniga 5 metr, balandligiga 380 bo'lgan darvoza. Voy, malades do'stlar. Ko'rdinglarmi, qaranglar, ey buni. Jonivorda. Hammaga nasib qilsin. Stoykalari 12 lik. Oyog'intaga 12 li shiveller bo'lgan, ramkalarni aytdik 8 ga 4. Buni ichiga ramka ishlamagan. To'rtburchak holatda lisni bosganmiz. Profil ishlagan bo'lsa ham men 1.8 lis ikkitasini orasiga qovurg'a qilganmiz. Mustahkam bo'lishligi uchun. Tushunarli. Endi kimda savol bo'ladigan bo'lsa, razmer katta ekan, bizga kichikroq razmerda qanday chiqadi deyishadigan bo'lsa, men kichkina razmerga ham mana shu holatda chiqqan. Mana do'stlar. Birga bir chiqadi. O'zgarmaydi. Gap yo'q. Ko'rishlari mumkin. Balandligiga 2,5, eniga 1 metr. Mana orqada bor 2 metrga 1 metrlik. Uchtasi ham bir joy. Mana oddiy misol mana shu kichkinalarga ham shivellar qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Katta kichik shivellar. Bu ham zakasmi yo? Как vitrina singari? Zakasmi yo? Zakas. Gap yo'q. Shu Quvasoga xudo xolasa shanba kuni o'rnatib berasiz dedilar. Ozgina hali tom yopish ishlar bor ekan. O'shanga endi ertaga juma kunga yuklasak, shanba kunga bir o'rnaydi xudo xolasa. Kraskalariga javob aka buni. Kraskalariga xudo xolasa behijolat. Bu akamiz ham o'sha bu yerga tayyor bo'lguncha 2 marta 3 marta kelib ko'rib ketishdi buni ham. Gap yo'q. Bekitadigan narsasi yo'q. Kraskada oldingi holatlari, shpagulobka bulitka, svarka jarayonlarida agar kelish iloji bo'lsa ko'rib ketishaveradi. Muammosi yo'q. Yoki Telegramdan tashab beramiz. Tashab beriladi. WhatsApp, Telegramdan bulutkash jarayonlarni tashab boriladi. Rasmiy video. Nech pul aka buni narxi? Buni hop 1.500.000 deyotgandek, siz obunachingiz 1.450.000 kvadrat. Gap yo'q do'stlar. Demak do'stlar 50.000 so'm tushib berdi. Agar 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 500.000 tushib berdi degan do'stlar. 500.000 yo'llarga qoladi. Shu. Materiallar xudo xolasa shu holatda bo'lib, chiroyli holatda bo'ladi. Nerjava ekan ham o'sha aytganimizdek, xohlasa qora rang, xohlasa tilla rang, xohlasa oq rangi bor. Qaysidan deysa qo'yib beriladi. Narx o'zgarmaydi. Rangini ham xohlashgan rangda qilib beramiz. Kimgadir mokriy, kimgadir shokolad, kimgadir oq. Farqi yo'q. Narxi o'zgarmaydi, raznica qilmaydi kraskasida. Gap yo'q aka. Kimga shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlar, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Aloqaga chiqishaveradi. Bunisi aka. Hop, bu Dubai variantda. Hozir juda hit bo'lib ketgan darvozamiz. 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Hop, darvozamiz tashqariga ochiladi, kaltkasi ichkarida bo'lgan. Hop, buni razmeri eniga 360, balandligi 420 bo'lgan darvozamiz. Surxondaryo Denovga zakaz.
Buni ham tevalar skvoznoy holatda havo aylanadiganlarni qilganmiz. Gap yo'q. Darvozani tagidagi o'sha fasoniga mos kelish uchun tevalarni ham o'sha arkali variantda qilganmiz. Zo'r aka. Tevalarga nerjivekalarni yopishtirib beramiz, ikki ratdan qilib, Aha. pastga podsvet qilib. Mana o'rtalariga ham nerjivekalarni yopishtirganmiz. Bu ham 2 qavat 1.8 lis, oldi orqasi tekis holatda bo'lgan, orqasi ham tekis holatda. O'zi bir ko'rsatib qo'yamiz aka uni ham. Gap yo'q. Biraloq ko'rsatib qo'ysak ham zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, yon tomonlari ham shiverlar aytib o'tilgandek. Mana tekis. Gap yo'q aka. orqa ham tekis holatda, o'sha 1.8 lislar bo'lgan. Aha. Ramka 8 ga 4, ichlari 6 ga 4. Oshiq-mashiqlar o'sha uchli soqqasi boridan, yaxshisidan bo'ladi. Gap yo'q. Darvozamiz kvadrat metr 1.500 ming so'mdan. Xo'p. Mana shu holat tayyor bo'lib, O'zbekiston 12 ta viloyatga bir o'rnatib berish ichida. Kvadrat metr 1.500 ming so'm. Akalar telefon qilasizlar. Aka orada yana shunaqa savollar beryapti, obunachilar. O'zim uyimda eski darvozam bor deyapti. Uni olib qolishadimi deganlarga nima deymiz? Hop, eski darvozani olding olardik. Endi hali gurinch kurmaksiz bo'lmaydi deganda gap so'zlar chiqdi. Eski darvozani olib, eski material ishlatar ekan degan savollar chiqdi. O'shanaqa gaplar bo'lmasligi uchun eski darvozani olish to'xtatib qo'yganmiz. Lekin rabochi bilan shug'ullanadiganlar bor. Xohlasa telefonda yuzlashtirib qo'yamiz. Xohlasa biz o'zimiz rasmga olib ko'rsatamiz. Mana unchaga olaman deydi. Olib ketaveramiz. Uni muammosi yo'q. Tushunarli. U kelishuv asosida bo'ladi u narsalar. Gap yo'q. Uni ham do'stlar hal qilsa bo'ladi-kan. Glanisi qaranglar sizlarga hammaga nasib qilsin do'stlar shunaqangi darvoza. Navbatdagisi aka. Xo'p, roza trendda bo'lib turgan 2023-24 da Samarqand fason darvozamiz 2 qavatli aka. Gap yo'q. Darvozamiz razmeri 3.65 ga 3.65. Buni ham ichkariga mana 15 santimetrlik nerjivekalar bilan ishlaganmiz. Xo'p. Buni rangi ham juda o'zgacha chiqqan. To'g'ri. Ichkariga ham ponna P shaklida nerjivekalar ishlaganmiz. Buni nalichkalarini ham yorib yuboribsizlar aka, ha? Nalichka ham o'ziga mos tushgan, shohonada. Rim imperiyasidagi do'stlar sutumlarga o'xshaydi men qaranglar. Qasr yurganda o'zingizlar tasavvur qilaverasizlar jigarlar. Bu 2 qavatli variant aka. Aha. Chekkalar mana 40 santimetrdan bo'lgan nalichka, teva 45 santimetr qo'shilgan. Men tevada skvoznoy holat havo aylanini qilib berganmiz bunga ham. Xo'p. Klient talabi, kimgadir kerak emas bo'lsa, kerak emas deysa, yo'q ko'paytirish kerak bo'lsa, aytsa ko'paytirib beramiz havo aylanini joylar. Razmer rattegi 3.65 ga 3.65, materiallarimiz 12 lik rossiyskiy shivellar, ikkita stoyga oyog'intaga. Profili 8 ga 4, ichi 6 ga 4, 2 ga 2 ponna qora profilda ishlaydi. Listlar 1.8 list ustiga cho'tir list qoplaganmiz ikkinchi qavatiga. Hop, kvadrat metr 1.400 ming so'mdan. Gap yo'q. Darvozamiz rosa o'zgacha chiqqan bu ham. Kimga agar razmer kichikroq qanday holat chiqadi deganlarga hozir Xorazmniki bor. Razmer kichikroq mana shu holatda chiqqan birga bir bo'ldi. Do'stlar. Bu qayerga ketyapti aka? Surxondaryoga bu ham. Surxondaryoga do'stlar ketyapti. Surxondaryo sho'rchiga zakaz. Hop, 1.400 ming so'mdan hozir mana ofish holati 29 million atrofida bo'ladi. Gap yo'q aka. Yetkazib berish hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Usta-pustalar. Endi darvozaning summasi katta bo'lib ketyapti deyishlar mumkin. Darvozaning o'zi ham katta. To'g'ri aytyapsiz. Ko'rinib turibdi. Endi telefondan o'zi qanday ko'rinyapti bilmayman, lekin darvozaning o'zi ham katta-da. Yo'q, katta. Mana siz oldiga borganingizda. Oldida turibman. Siz nechi bo'yingiz? 1.70. Mana 1.70 lik odam do'stlar oldi turibdi, darvozani ko'ringlar. Bahaybat vobshe. To'g'ri? Buni ham o'sha materiallar aytdik, kraskalarda, evo kraska, avtomobilning lak, avtomobilning gruntobkalar sepilgan. Aha. Bexiz holat xudo xolasa. Orqalari ham chiroyli holatda ishlab qo'yiladi. O'zi orqalarini ham ko'rsatamiz. Bunisi-chi aka? Buni endi 3 qavat variantda aka. Ehe. Ozgina farqi bor. Mana o'rtalariga lazerlarda ishlov berganmiz. Mana ham temir gul ponna. Gap yo'q. 2 qavat 1.8 lis. Mana o'rtalari 3-qavati ham 1.8 lis bo'lgan. Mana chekkalar 3-qavatiga cho'tir lislarda ishlaganmiz. Bu tashqariga ochiladi. Buxoro shaharga zakaz bo'lgan. Hop, buni tumbalarini 35 santimetrda ishlab berganmiz. Xo'p. Razmeriga kelsak, hop, eniga 3.40, balandligi 3 metr, nalishnidan tashqari. Aha. Nalishnigi bilan balandligi 3.40, eniga 4.10 bo'lgan razmerda. Hop. Lazerli variant, buni endi kvadrat metr 3 qavatli bo'lganini hisobiga 1.600 ming so'mdan. Tushunarli. 2 qavat bo'lgan bo'lsa 1.400 ming so'mdan chiqarib ham. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Mana shu ikkalasini orqa tomonini ko'rsatib qo'yaylik, endi aytib qo'ydik. Mayli aka, farqini bir ko'rishsa yaxshi bo'ladi, 2 qavat bilan. Do'stlarim, mana sizlarga, vatandoshlarga orqa tomonlaridan ham ko'rinishi. Bu o'sha kattaroq do'stlar. 2 qavatligi deyapsiz bunisini? 2 qavat variant. Aha.
Mana unisi 3 qavatli variant, mana orqalari tekis holatda vibralar bilan ishlovlarni berib qo'yganmiz. Ko'rishlari mumkin. Ko'ringlar akalar, bemalol murojaat qilasiz. Tashqariga ochiladi ekan. Ha, yopib qo'yilibdi hozir. Aha. Xo'p, keyingisi aka. Mana Xorazmniki, mana kichkina razmer, 3 qavatli variant bo'lgan bu ham mana. O, panjarasi borda oldi. Aka, voha tomonliklar ko'pchiligi tashqariga ochiladigan qiladi-ku. Tashqariga ochiladigan bo'ladi ko'proq. Nima ekan uni sababi endi? Mashina kiradi-ku. Mashina kirganda xalaqit bermasligi uchun. Gap yo'q. Do'stlar, ko'rib turganlaridek, bemalol mana ko'plab obunachilarimiz tashiga ochiladigan beryapti. Darvozani ochilishi qanday deganlar uchun mana yengil holatda ochilishi qavatli ham mana ko'rishingiz mumkin aka. Mana orqa ko'rinishi mana. Quyoshda o'zgacha ko'rinadi, ranglari, to'g'ri aytasiz. tilla ranglari boshqacha ko'rinib chiqadi. Mana changlarga e'tibor Motivir singar ekanda aka. Orqalarga ham laklarni berganmiz, motivir sifatida qilib beriladi. Shunday qilib. Nasib qilsin do'stlar, kimi darvozasi bo'lsa ham faqat to'ylarga xizmat qilsin do'stlar. To'y to'lqin tug'ilgan kunlarga. Mana buni ham mashina lichkasi darvozadan tashqarida turadi, devor ustida. Qanday turadi deganlar uchun-da. Mana shu holat ko'rinish berib turadi. Tushunarli. Bu ham endi Xorazmga zakaz aka, xudo xolasa. Bu kattasi, mana bu kichkina eshigi. Bu kichkina eshik. Ko'rishingiz mumkin, razmer kichiraysa ham fason o'zgarmaydi, o'sha holatda chiroyli bo'lib chiqaveradi. Ikkalasi bitta uyga ekanda, ikkitasi bir joyga. Mana bu garajniki bo'lsa, bu o'sha qatnov qanotga. Xorazmda bilsangiz, o'sha garajga qo'yishadi, yana o'sha joyda o'tirishadi ham. Mashina hisobiga shumkali variantda qilib berganmiz. Mana kichkina eshigini ham orqasi. Bir qanot katta ekan, aka, nechi bu? 1 metr ozgina oshiqroq chiqadi. Gap yo'q. 1.15 lar ochiladi-da. Do'stlarim bemalol murojaat qilib alohida chiqib mumkin. Nalichkalar bunga ham o'sha kichkinalarga ham chiroyli e'tiborda qilib turib berilgan. U kattasiga boshqacha mehr, kichkinasiga boshqacha mehr berilmaydi. Hammasiga katta, kichik bir xilda ishlov beriladi bu yerda. Gap yo'q. Xo'p, nech pulga bitdi bu aka? Kvadrat metr 1.600.000 so'mdan aka buni. 1.600.000 so'mdan do'stlar kvadrat metri. 3 qavatli variant, razmerga qarab turib so'mmasi chiqaveradi aka. Gap yo'q. Keyingisi. Yana Dubai variant. 2 qavatlik. Shumkali variantda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Nerjeviklarda ishlov bergan. Mana hali tilla rang oq nerjevika dedik-ku mana. Endi bu o'sha yaltiroq oqish rangdagisida. Xohlovchilarga o'sha qora nundaga bu nerjevikadan ham qo'yib beramiz. Nerjevikalarga o'zgarmaydi. Xohlasa shunga ham mana tilla rang nerjevika, qora nerjevika ishlab beraveramiz. Aka, bularning kraskasi lakiga javob xudo xolasa. Kraskalari avtomobilning gruntopkali sepletdagilardan laklari hammasi xudo xolasa. Ko'rgan bo'lsangiz, biz darvozalarning hammasi laklik. Shuning uchun so'rayapman. Sababki, kraskani himoya qatlam lakda bo'ladi-da. Ko'pchilikni motivini maqtaydi. Biz endi ozgina rasxod ko'proq bo'lsa, ham shu klientga bo'lsin degan maqsadda laklari bilan qilib beramiz deymiz. Telefon qilishadi. Mana shunday hali motiviy holatda qilib bering. Menga o'sha lakli holat bo'lmasa ekan, bitta ikkita darvozachi bilan gaplashdim deyshadi. Men narsa kraskani sepib turib, motiviy holatda chiqazib bersa bo'ladi. Xo'p. Ustiga biz dabavishni endi 5-400 minglik lak sepamiz-da. U rasxod o'zimizga qolgani yaxshi asli. Lekin o'sha narsani ertaga orqasidan gap kelmasin degan maqsadda lakli qilib beramiz deymiz. Конечно, aka, darvozalar yaxshi bo'lsa, yaxshi chiqdi deb qarindoshlar qo'ni qo'shnisiga ham tavsiya qiladi. Xudo xohlasa o'shani xizmatidamiz, o'shani harakatdamiz. Men darvozani orqasidan ish kelsin, zakaz kelsin. Maqsad shu. Hali o'rnat berib pul olding, surding degani emas. Ishimiz shu. Gap yo'q. Bir o'rtakash yo bir boshqa ishimiz yo'q. Mana darvozachilik, o'zimiz ishlab chiqaramiz, o'zimiz olib usturovkalarni qilib beramiz. Akalar bemalol murojaat qilib. Bu ham Surxondaryoga, Boysunga zakaz. Bu ham Surxondaryo. Razmer 340 ga 340. Tevalari buniki ham mana o'zgacha bo'lgan. Ikkitali, dilalikda bo'lib, o'rtalar nerjevikalarni ishlab, mana o'rta havoylarni, skvoznoy holatlarini qilib berganmiz. Gap yo'q. Ko'rishlari mumkin. Akalarim murojaat qiladi. Darvozani razmer nattik 2 qavat shumkali variantda bo'lgan, kvadrat 1.500.000 so'mdan buniki. 1.500.000 so'mdan do'stlar, xohlagan rangilar bor. Narxiga ta'sir qilmaydi. 7.5 millionmi bo'ladi, mana shu holat tayyor bo'lish. Gap yo'q. Dastavka usturovka bir o'rnashlar bilan. 12 rossiyskiy shivellar, ikkita stoyka tagi, hop 8 ga 4, ichlari 6 ga 4, 2 qavat 1.8, Devo kraska, avtomobilning lak, avtomobilning gruntopka, bu yerlar nerjevika o'sha 0.8 variantda ishlatganmiz. Buni kraskadan ham chiqarsa bo'ladi. Lekin bu kачествоni bermaydi.
Tushunarli aka. Telefon qilishadi-da, unda 1 million 400 ming ekan, bunda 1 million 350 ming ekan deyishadi. Mana narsani o'ziga ham 100 ming 150 ming kvadratga o'ynab qo'yadi-da. Gap yo'q. Arzon narsa emas Nerjev aka. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Keyingisi. Buxoroga aka bu. Aha. Buni o'zi ustunlar bilan tiklagani, to'g'risi mana darvozalarni tiklab kelib o'zi hamma bellari og'rib chiroyli ana bu bo'ldi. Aha. O'shani hisobga stokalar bu yerda turibdi hozir. Buxoro G'ijduvonga zakaz. Bu ham 2 qavatli mana. Bir qavat 1.8 lik ustiga 4 lik qoplangan, ranglari o'sha toq ishkalan rangda bo'lgan, laklan sepilgan. Stokal trubali bo'lgan buniki. Hop, razmerga keladigan bo'lsak, iyniga 3.40, balandligi 3.55 bo'lgan. O taxiya qism borda ochilmaydigan. Aha. 3.55 bo'lgan, girdadan tashqari. Ikkita girdasi bor, yonida 35 dan, kevasiga 40 sm nalichkalar bilan. Buxoro G'ijduvonga 1 million 400 ming so'mdan 19,5 million atrofida bo'lgan bu ham. Ofis so'mmasi. Razmerga qarab turib so'mma chiqaveradi. Aloqaga chiqsa, xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz. Buni ham o'sha mana soqqalarida ozgina o'zgarishlar bor, kichikroq variant. Rasm tashab berganlar-da akamiz. O'sha yerda o'sha Buxoroda bor, mashina o'zi qilib chiqazib bering dedilar. Rasm tashadilar, ko'rsatdik, xudo xohlasa ma'qul. Kravat ham zakaz qilganlar, bitta suvurisi bilan jo'natamiz, xudo xohlasa. Gap yo'q. 8 ga 4, 6 ga 4 ramkalar, 1.8 lik, ikkinchi qavat 4 lik. Buni ham o'sha kraskalar, Devo kraska, avtomobilni lak, avtomobilni gruntopkalar, xudo xohlasa sepilgan. Bu darvozalarga ishlash kerak bo'lgan materiallarni ortig'i bilan ishlaydi, xudo xohlasa. Behijolat, materialdan behijolat bo'ladi. Gap yo'q. Bu yerda mana rossiyskiy shivellerlarimiz. Aha. O'sha aytdingiz-ku, butun shiveller qayerdan olasan deb ana qilishdi. Ko'p savol bo'ldi deyapsiz. Mana shivellerlar uzun holatda bo'ladi. Aha. O'tgan gal kelganingizda ponna holatda edi bu yer. Mana o'zi ishlab tugatdik. Mana ko'rishlari mumkin, uzun holatda. Yangilari ham bor, mana 10 shiveller yangisini ishlatamiz. Lekin qalinligi o'sha qalinidan mana 1 sm o'shiq chiqadi, mana shu oyog'ingizdagidek. Mana do'stlar. Bitta ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. U 10 shivelleri ham o'sha bunday raxlari o'sha qalinidan bo'lgan. Hali fuflo narsa ishlamadi. Bu yerda xudo xohlasa materiallar behijolat bo'ladi. Do'stlar, akalarimiz o'zlari mana hozir sexini ham birato'la ko'rsatib ketaman. Imенно shu yerda xudo xohlasa zakaz qilsanglar, jigarlar, chotki qilib o'rnatib. Listlarimiz o'qib. Kraskalari. List pachkada xudo xohlasa. Mana listlar. Mana list pachkada o'zimiz o'lib ana qilayotganmiz. Mana 1.8 pilsovoy. Muammosi yo'q, materiallar xudo xohlasa. Bu yerda materiallarimiz, bu bulutgan jarayon, o'sha Namangan fason darvoza dedik-ku. Mana listlarni ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa bezuloq qilib, imkon qadar mana katta ko'zlar bor-ku. Bezuloq holatda razmer beradigan holatlar bezuloq bo'ladi. Uloq tushsa ham mana bu holatda bo'ladi mana. Tagida 8 sm uloq bo'ladi, old tomonda profil bo'ladi bu yerda. 2 ga 2 profil tagida qolib ketadi, mustahkam shu. Gap yo'q. Bu qayerga aka? Bu Andijonga zakaz. Andijonga do'stlar. Andijonga, mana bu ham Andijonga bo'lgan. Bu ham o'sha lazerli variantdagi darvozamiz aka. Aha. Ehtiyot bo'ling. Darvozalardan biz ham qalin og'irgina bo'ladi. Mana do'stlar. Gap yo'q. Bu ham o'sha o'zgacha fason, mana shtampovkali darvozamiz bu yerda. Va do'stlar, bu tomonda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, polni darvozalar hali ham bo'lmoqda. Samarqand fason mana bu yerda. Ulkan jarayonlar. Bu Dubay fasonmidi aka? Bu ham Dubay fason. Hozir bo'lib chekili kraskasi. Buni qurdimi, hozir qurmadimi? Ozgina bor. Qurgan bo'lganda tiklab yuborardik. Bleski ham hozir turibdi mana. Laklari ham mana ko'rishingiz mumkin. Shuni aytaman-da, salqinda ko'rin, lekin salqinda mana blesklar chiroyli holatda bo'ladi. Bemalol do'stlar, mana telefonda o'zini ko'rsalar bo'laveradi, qaranglar. Gap yo'q. Qashqadaryo Yakkabog'midi? Zakaz bu akamizga ham tayyor qoldi, xudo xolasa. Mana yana oddiy varianti, skromniy fason. 1.8 listlar bilan ishlaganmiz. O'zi mana joylar tonna lazerli variant bo'ladi. Kimga mana shu darvoza qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishsa, rasmini tashab beramiz. Tayyor bo'lgan holat. Gap yo'q aka. Ular kvadrat 1 million 200 ming atrofida chiqadi. Do'stlar, nomerlarni qoldiraman. Telegram, WhatsApp, любой время telefon qilsanglar bo'ladi. Sizlar so'ragan hammasidan bor jigarlar. Mana yana o'sha qimmat darvozani ozzon varianti. Shtampovkali o'sha ruchnoy работаный haligi high-tech fasonni bir xil однотонный kraskani urib qo'ysangiz ham chiroyli holat turadi-da bu. Ko'ryapsiz, bu ham o'sha bo'lgan jarayon, lakli sepilgan. Xudo xolasa. Gap yo'q aka. Bu yerda mana high-tech fason darvozamiz mana. Andijonniki bu ham zakaz, 2 qavatli variant.
Ana orqasi mana shu holatda bo'ladi. Qovurg'alari ko'rinib, figuralar chiroyli holatda orqadan ham vid berib turadi bu ham. Imkon qadar xudo xolasa masalan bitta klientga darvoza berayotganda keyingi klient ham o'ylagan holatda berasizlar ekanda, xudo xolasa. Xudo xolasa shu mana ko'rishingiz mumkin. Kraskentagida qanday narsalar bor? Sexdan chiqazdan maqsad o'zi mana shu kraskentagida qanday material bo'ladi degan o'ylarni, gumonlarni yo'qotishda. Ko'rishlari mumkin. Listlarni 1.8 bezuloq, profillar 8 ga tur, ichi 6 ga tur, fonni qora profil. Gap yo'q aka. Muammosi yo'q. Materiallar xudo xolasa aytamiz-ku, bexijolat holatda qilib beramiz. Akalarim bemalol murojaat qilasizlar. Mana bu yerdan chiqing, mana. Bu yoqda yo'l yo'qmi? Suv ana bo'lgan o'zi sal loy. Do'stlar, menimcha ko'rsatgan barcha darvozalarimiz sizlarga yoqdi. Niyat qilib qo'yinglar jigarlar, esdan chiqmasin. Akamiz o'zlari sizlarga xizmatda, xohlasalar любой rangi, молочный, poloshniy hammasidan ko'rsataveramiz do'stlar. Ajratgan vaqtlarga rozi bo'linglar jigarlar. Aka, xudo xolasa Mahmudjon kanalidan oldim desa, Alius kanalidan oldim desa, chiroyli qilib, obaro ustunib qilib beraman. Gap yo'q. Bu yerda hozir orqasidan gap keladigan ish qila olmaymiz. Nimagaki o'rtada sizlar turibsizlar. Sizlarga ishongan holatda bizga zakaz berishadi-da. Gap yo'q aka. Xudo xolasa bexijolat. Ko'ryapsiz, mana shuncha zakazlarimiz. Ha, yana bitta narsa. Mana shu darvozalar tanigan bo'lsalar, bostixonakani bilgan bo'lsa, masalan, mana Buxorodan, Surxondaryodan albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Imunda men 4-chidagi meniki edi. Zo'r, hammalarga tavsiya qilaman deysizlar. Chunki sizlar yozgan kommentariyalar do'stlar boshqa odam o'qiydi-da, ha mana haqni o'zi gapiryapti, xalqqa ishonsak bo'ladi deb turib, bemalol zakaz qilaveradi. Zato eldan elga naf do'stlar. Tanlovda adashmanglar do'stlar. Keyin yana bitta narsa bor. Arzon sho'rvani mazasi tatmabdi degan narsa bor, aka. Shunday. Rast qilyapmizmi akalar? Bu narsa bu butun umrlik, kerak bo'lsa nevarangizga, chevarangizga, o'g'il bolalar, qizlaringizga qoladigan narsa. Odamlar bor-ku, masalan, mana shu 17 million so'm, 15 million so'mga borib telefon olib turib ishlatib yurganlar ham bordi. To'g'rimi aka? Bitta telefonda puliga borib, sizdan keyingi avlodingizga ham xizmat qiladigan yaxshi narsani o'ylar, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin do'stlar. Baribir orqangizdan keladigan odam xohlasa xohlamasa uyingizga qaraydi, darvozangizga qaraydi. Shu mana Vatan ostonadan boshlanadi-ku, shuni singari darvozadan boshlanadi. Shu darvozangiz keladi, siz qanaqaligingizni biladi do'stlar. Imkoniyatga qarab, albatta zakaz qilaverasizlar. Akamizga aytib qo'ydim, chiroyli qilib Alius kanalidan desanglar, skidkalarini qilib beradi do'stlar. O'zlari aytib qo'yinglar. Aka rahmat katta. Sog' bo'ling, rahmat sizga ham. Ana Instagram, TikTokdagi har deb jipillagan qizlarga like bosavermasdan, bizga o'xshagan xalqqa foydasi tegadigan foydali video chiqarayotgan bolalarni podдержка qilsanglar, o'zimizga yaxshi do'stlar. Sababi tanlov zo'r, konkurent zo'r bo'lsa, hamma narsa arzon va sifatli bo'ladi do'stlar. O'zlari aytib qo'yinglar, darvozalarga kelib qolaverasizlar. Marhamat.